Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimizda sizlar bilan ta'sirlangan ichak sindromi haqida gaplashamiz. Bu kasallik aholi orasida keng tarqalgan kasalliklardan bittasi. Bu kasallikda bemorlarda qorin dam bo'lishi, qorinda diskomfort bo'lishi, qorinda og'riq bo'lishi, ichki ilishni o'zgarishi, ya'ni diareya 3 martadan ko'p bo'lishi yoki qabziyat haftada 3 martadan kam bo'lishi hamda hojatga borganda to'liq bo'shamaslik hissi hamda axlatda shilliq bo'lishi, axlatni konsistensiyasi o'zgarishi, ya'ni qattiq bo'lishi, suyuq bo'lishi, bo'tqasimon bo'lishi shunga o'xshagan klinik belgilar bilan namoyon bo'ladigan kasallik. Endi ta'sirlangan ichak sindromi boshqacha nomlar bilan ham atalishi mumkin. Misol uchun qitiqlangan ichak sindromi, ichaklar nevrozi shunga o'xshagan bir qancha nomlar bilan ham atalishi mumkin. Endi bu ta'sirlangan ichak sindromiga ta'rif berishimiz kerak. Bu ta'sirlangan ichak sindromi 3 oy yoki undan ortiq vaqt davomida ichaklarda 3 kun kompleks ichak buzilishlari bilan namoyon bo'lgan holat, ya'ni qorinda dam bo'lishi, diskomfort, og'riq bo'lishi, axlat kelishini o'zgarishi, shaklini o'zgarishi hamda defekatsiyadan keyin yengillik bo'lishi bilan namoyon bo'ladigan patologik jarayonga aytiladi. Endi bu ta'sirlangan ichak sindromini ko'rishdan oldin biz yo'g'on ichakda normal tuzilishini bilib olishimiz kerak. Bu yo'g'on ichakda kechadigan jarayon hisoblanadi. Endi bu normal tuzilishi yo'g'on ichagimizning qismlari bor, ya'ni ko'tariluvchi, ko'ndalang, tushuvchi, sigmasimoq hamda to'g'ri ichaklarimizga bo'linadi. Endi bu ta'sirlangan ichak sindromida funksional buzilish bo'ladi, ya'ni organik emas. Ya'ni organik bilan funksionalni farqlab olishimiz kerak. Organik o'zgarishlarda yo'g'on ichakda yara bo'lishi mumkin, palik bo'lishi mumkin, yallig'lanish belgilari bo'lishi mumkin. Undan tashqari o'sma bo'lishi mumkin, ichak tutilishi bo'lishi mumkin. Shunga o'xshagan belgilar bo'ladigan bo'lsa, bu organik o'zgarishlar hisoblanadi. Endi funksional o'zgarishlarda biz kolonoskopiya qilib tekshirganimizda hech qanaqa o'zgarish yuzaga kelmaydi. Qon tahlilida ham hamda instrumental tekshiruvlarda ham ichakda hech qanaqa o'zgarish yo'q. Ya'ni yara ham, o'sma ham, tutilish ham, yallig'lanish belgilari ham bo'lmaydi. Endi ta'sirlangan ichak sindromini qanaqa klinik belgilari bor? Klinik belgilari shuncha klinik belgilari 2 yoki undan ortiq bo'ladigan bo'lsa, biz ta'sirlangan ichak sindromi qo'yamiz. Ya'ni qorinda og'riq, diskomfort, ya'ni qorinning qaysidir qismida, kindik atrofida bo'ladimi, taloq burchagi yoki jigar burchagi yoki qorinning pastki qismlarida og'riq bo'lishi, og'riq defekatsiyadan keyin yengillash belgisi bu bitta belgisi hisoblanadi. Ichki ilishini o'zgarishi, ya'ni yo diareya ko'rinishida yoki qabziyat ko'rinishida bir kunda 3 martadan oshiq ichki ilishi suyuq yoki qattiq bo'lishi yoki qabziyat bo'ladigan bo'lsa, haftadan 3 martadan kam bo'ladigan bo'lsa, bu ham bitta belgi hisoblanadi. Najas shaklini o'zgarishi, ya'ni najas shakli qattiq bo'lishi yoki suyuq bo'lishi yoki bo'tqasimon bo'lishi, quyi yumaloqga o'xshashi, lentasimon bo'lishi shunga o'xshab o'zgarish holatlar. Hojatga chiqish sonining o'zgarishi, ya'ni diareya yoki qabziyat ko'rinishida bir kunda 3 martadan ko'p yoki haftada 3 martadan kam o'zgarishi. Yolg'on chaqiruvlar, ya'ni hojatga borasiz, axlat kelmaslik holatlari. Keyin ichakni to'liq bo'shamaslik hissi, ya'ni hojatga borganda, axlat qilganda ichakda qolganlik hissi, ya'ni to'liq bo'shamaslik hissi. Hamda keyingisi hojatga chiqish davrida qo'shimcha kuchanishlar, ya'ni axlat qilganda, ya'ni hojat chiqarayotganda qo'shimcha kuchanishlar ham bu bitta belgi. Ya'ni yana bitta boshqa belgisi bu shilliq bo'lishi, shilliq ajralish, ya'ni hojatda, axlatda shilliq bo'lishi bu ham bitta belgisi. Keyingisi qorin dam bo'lishi, ya'ni qorinda gazlar, meteorizm bo'lishi, ichaklar pnevmatozi bo'lishi bu ta'sirlangan ichak sindromining klinik belgilari hisoblanadi. Bu klinik belgilar 2 ta yoki undan ortiq bo'ladigan bo'lsa, biz ta'sirlangan ichak sindromi qo'ya olamiz. Ya'ni qorinda og'riq bor hamda diareya yoki qabziyat bor. Bu ta'sirlangan ichak sindromiga qo'ysak bo'ladi. Yoki 3 ta belgi, najas shakli o'zgargan, diareya bor, qorinda og'riq yoki 4 ta belgi yoki 5 ta belgi, 2 dan ortiq belgi bo'ladigan bo'lsa, shu belgilar biz ta'sirlangan ichak sindromini qo'yishimiz mumkin. Endi ta'sirlangan ichak sindromi sabablarini ko'rishimiz kerak. Sabablari to'liq o'rganilmagan, lekin asosiy sababi bu nerv psixik omil bilan, ya'ni yo'g'on ichakni innervatsiya qiluvchi simpatik, parasimpatik nerv sistemasini o'zgarishi, ya'ni
yo'g'on ichakda qavatlari bor. Shilliq qavati, muskul qavati, seroz qavati. Ya'ni muskul qavatini qisqarib bo'shashi hamda ichaklarda peristaltikasi, motorikasining o'zgarishi bilan namoyon bo'ladi. Ya'ni funksional buzilish bilan namoyon bo'ladi. Ko'pincha stressda, depressiyada hamda tushkunlik bilan yuruvchi ayollarda, erkaklarda ko'pincha buni uchrashi 20-40 yoshdagi aholiga to'g'ri keladi. Hamda unaqa funksional o'zgarish bo'ladi, organik shikastlanish bo'lmaydi. Endi bu ta'sirlangan ichak sindromi boshqa sabablari ham bor, ya'ni yo'g'on ichakli disbakterioz holat. Ya'ni qanaqadir o'tkir ichak infeksiyadan keyin antibiotik qo'llaniladigan bo'lsa, yo'g'on ichakda foydali bakteriyalar kamayib ketgandan keyingi holatda ham bo'lishi mumkin. Yoki qachondir yallig'lanni ish o'tkazgan bo'lsa, yo'g'on ichakda keyin ham bu ta'sirlangan ichak sindromi kelib chiqishga moyillik bo'lishi mumkin. Yana boshqa sabablari ham bor. Ya'ni dorilar bilan bog'liq boshqa sabablari ham bor. Bular to'liq o'rganilmagan. Asosiy sababi bu nerv psixik omil, gumoral boshqaruvning buzilishi, ya'ni funksional buzilishi bilan kelib chiqishi bilan tavsiflanadi. Ya'ni yo'g'on ichakda mushak qavatlari noto'g'ri qisqarib bo'shashi hamda axlatning harakatini buzilishi. Ya'ni motorikasini hamda peristaltikasini buzilishi bilan namoyon bo'ladigan kasallikka aytiladi. Endi buni turlarini ko'rishimiz kerak. 4 ta turi bor. Ya'ni ta'sirlangan ichak sindromini, ya'ni Ring mezonlari bo'yicha 2006-yilda 3 ring mezonlari bor. Shu mezonlarga asoslanib turib biz turlarini aniqlaymiz. Ya'ni ta'sirlangan ichak sindromi qabziyat bilan, diareya bilan aralash hamda tavsiflanmagan turlariga bo'linib ketadi. Endi qabziyat bilan keladigan bo'lsa, qanaqa bo'ladi? Qabziyat bilan kelganda bemorlarda ich qotishi, ya'ni haftada 3 martadan kam kelishi, ya'ni hamda najosati shakli o'zgarish, ya'ni 25% dan ko'proq qattiq, qo'y yumalog'iga o'xshaydi, hamda 25% dan kami axlatdi. Suyuq bo'tqasimon bo'lish bilan namoyon bo'ladi. Keyingi turi diareya bilan keladigan ta'sirlangan ichak sindromining turi. Bu kuniga 3 yoki undan ortiq ich o'tishi. Ko'pincha kunni birinchi yarmida bezovta qiladi, kechasi bezovta qilmaydi. Hamda najos shakliga keladigan bo'lsa, 25% suyuq bo'tqasimon ko'prog'i, 25% dan kami qattiq qo'y yumalog'iga o'xshash holatda yuzaga keladi. Keyingisi aralash turi. Bu aralash turida diareya yoki qabziyat bilan kelishi mumkin. 25% dan ortiqrog'i suyuq va qattiq ko'rinishda bo'ladi. To'rtinchisi tavsiflanmagan, ya'ni qorinda qanaqadir diskomfort holatlari tavsiflab bo'lmaydigan holatlar bilan bo'ladi. Ya'ni bu turlar. Endi buni hammasini ko'rib ketishimiz kerak. Klinik belgilarda, misol uchun og'riq, qorindagi og'riq hamda ich kelishi, najos shakli hamda qorindagi dam bo'lish holatlari, yolg'on chaqiruvlarda hammasini bitta-bitta to'xtalib ketishimiz kerak bo'ladi. Endi qorindagi og'riqlarga keladigan bo'lsak, qorindagi og'riqlar boshqa kasalliklar bilan ham chalqitishi mumkin. Misol uchun bu tomonda mana taloq burchagida og'riq bo'lishi. Ya'ni ko'pincha bu og'riqlar yo'g'on ichakni spastik qisqarishi, ya'ni spazmi hisobiga yuzaga keladi. Ya'ni bunaqa holatlarda biz noshpa, nyushpatalin beradigan bo'lsak, og'riq pasayadi. Ya'ni spazm bo'lgan ichakni kengaytiradigan bo'lsak, og'riq yengillaydi. Yo bo'lmasam axlatdan keyin yengillash holatlari yuzaga keladi. Ya'ni spastik qanaqalar bilan yoki qorinda gazlar to'planishi. Ya'ni qorinda gazlar to'planib qoldi, ya'ni qorinda gazlar to'plandida ichaklarni kattalashtirib oldi hamda nerv oqimlarini ezib oldi. Shuni hisobiga bo'lishi mumkin. Keyingi anaqamiz bu spastik dedik. Bu normal holati bo'ladigan bo'lsa, mana bu normal holat bo'ladigan bo'lsa, spastikda shu qisqarib spazm bo'lib qolish hisobiga yuzaga keladi. Ichaklar metaborizmida bu gazlar to'planib, ichaklarni kengaytirib yuborishi, nerv oqimlarini ezishi bilan bog'liq. Endi og'riqlar taloq burchagida, jigar burchagida yoki sigmoidal ichak sohasida hamda kindik atrofida bo'lishi mumkin. Qorinning hamma qismida bo'lishi mumkin. Eng ko'prog'i bu pastki qismida, chap tomonda sigmoidal ichak, to'g'ri ichak sohasida bo'ladi. Spastik sanchiqlar bo'ladi. Endi bu yoqda ham bo'lishi mumkin. Bu yoqdagi og'riqlarni yurak bilan ham
adashtirish holatlari yuzaga keladi. Bu sohada og'riq bo'lganda yurak o'ynashi, havo yetmaslik, qisilish, bo'g'ilish hislari ham namoyon bo'lishi mumkin. O'ng tomonda og'riq bo'lganda biz jigar kasalliklari bilan ham adashtirishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni o't tosh kasalligi, o'tkir xolestit, shunga o'xshagan klinik belgilar bilan ham adashtirish holatlari yuzaga keladi. Keyingi belgimiz bu ichki kelishini o'zgarishi, ya'ni diareya yoki qabziyat bilan yuzaga kelishi. Diareya bilan yuzaga keladigan bo'lsa, bemorlarda ichki ketish bir kunda 3 yoki undan ortiq yuzaga keladi. Asosiy sababi kunni birinchi yarmida bo'ladi. Kechasi bezovta qilmaydi. Agar o'tkir ichak infeksiyasi bo'ladigan bo'lsa, isitma chiqish holatlari, tana vazni kamayishi yoki kechasi ham namoyon bo'lishi mumkin. Lekin ta'sirlangan ichak sindromida ko'proq kunni birinchi yarmida ovqatdan keyin ich o'tish holati yuzaga keladi. Hamda tana vazni kamaymaydi, kamqonlik belgilari bo'lmaydi, axlatda qon bo'lmaydi. Bu ta'sirlangan ichak sindromiga xos belgilardan bittasi. Keyingisi qabziyat ko'rinishida yuzaga kelishi, ya'ni ichni haftada 3 martadan kam kelishi. Endi bu ko'proq shu yo'g'on ichakda axlatni harakati bilan bog'liq. Ya'ni motorikasini buzilishi, gipomotor yoki gipermotor buzilishlar bilan bog'liq. Bu funksional o'zgarishlar. Hamda najot shaklining o'zgarishi, ya'ni axlatning o'z shakllari bor. Normal shakl bo'ladi. Kolbasasimon yoki bo'tqasimon, qo'y yumalog'iga o'xshab, lentasimon, suyuq, shunga o'xshagan 7 ta shakli bo'ladi. O'zini shkalasi bo'yicha. Shu shkalasini ko'rish kerak. Undan tashqari hojatga chiqish sonining o'zgarishi, bu qabziyat diareya bilan bog'liq. Yolg'on chaqiruvlar bemor hojatga borganda ichi kelmaslik holatlari yuzaga keladi. Ya'ni qorini og'riq, hojatga chaqiruv bo'ladi, lekin ich kelish yo'q. Ichni to'liq bo'shamaslik hissi ko'proq qabziyat bilan bog'liq. Ya'ni hojatxonaga borganda axlat keladi, axlat ma'lum bir miqdorda keladi, lekin qolganlik hissi, to'liq bo'shamaslik hissi bilan namoyon bo'ladi. Keyingi holatimiz bu hojatga chiqish davrida qo'shimcha kuchanishlar, ya'ni ko'pincha bu qabziyatga bog'liq. Ya'ni ich qotib qolganda qo'shimcha kuchanishlar bilan namoyon bo'ladi hamda axlatni bo'shatishga, yumshatishga, chiqarishga harakat bo'ladi. Keyingi anaqamiz bu shilliq ajralish. Axlatda boshida yo o'rta qismida yo bo'lmasa butun axlatda shilliqlar ajralishi bilan namoyon bo'ladi. Bu ta'sirlangan ichak sindromiga xos belgi. Qorindan bo'lishi, bu ichaklarda qon gazlar to'planishi hamda og'riq belgilari hamda ichak g'ildirashi bilan namoyon bo'lishi mumkin. Endi bu ta'sirlangan ichak sindromini asosiy hamda qo'shimcha belgilari bor. Bu asosiy belgilari hojatga chiqish hamda najot shaklining o'zgarishi bilan bog'liq. Qo'shimcha belgilari bu qorindan bo'lishi, qorinda og'riq bo'lishi, shunga o'xshab shilliq bo'lishi, shu qo'shimcha belgilari hisoblanadi. Endi bu ta'sirlangan ichak sindromini qanaqa tekshiruvlari bor? Biz diagnoziga qo'yishimiz uchun bemorni shikoyatlarini o'rganamiz hamda ta'sirlangan ichak sindromining dastlabki tashxisini qo'yamiz hamda qo'shimcha tekshiruvlar qilamiz. Qo'shimcha tekshiruvlarda umumiy qon tahlili, biokimik qon tahlili, bo'lmasam kolonoskopiya tekshiruvi, iregoskopiya tekshiruvlari o'tkazamiz. Endi bu ta'sirlangan ichak sindromida funksional buzilish bo'lganligi uchun qon tahlilida leykositlar normada, tirotsitlar cho'kishi normada, biokimik tahlillarda ALT bilirubinlar normada bo'ladi. Hamda o'zida ham unaqa ortiqcha qora boshliqda suyuqliklar aniqlanmaydi. Endi kolonoskopiya qilib tekshiradigan bo'lsak, ya'ni yo'g'on ichakda yara belgilari, o'sma belgilari, tutilish belgilari, yallig'lanish belgilarini aniqlanmaydi. Hamda bular aniqlanmaydigan bo'lsa, biz ta'sirlangan ichak sindromi 2 tadan ortiq belgi namoyon bo'ladigan bo'lsa, 3 oy yoki undan ortiq vaqt davomida davom etgan bo'lsa, kamida 3 kun, shu 3 oy davomida 3 kun kompleks ichak buzilishlari namoyon bo'lgan bo'lsa, bu ta'sirlangan ichak sindromiga qo'yishimizga asos bo'ladi. Endi bu ta'sirlangan ichak sindromini
qanaqa qilib davolaymiz? Davolashda biz dori vositalar, ya'ni simptomlariga qarab turib dori vositalar beramiz. Ya'ni turiga qarab turib. Ya'ni qabziyat bilan, diareya bilan aralash tavsiflanmaydigan turlari bor. Endi davolashni sizlar bilan ko'ramiz. Davolashda biz dori vositalari bilan hamda parhez usullari bilan davolanadi. Parhez usullarida ya'ni diareya bilan bo'ladigan bo'lsa boshqacha parhez, qabziyat bilan bo'ladigan bo'lsa boshqacha parhez qo'llaniladi. Davolash. Ya'ni parhez. Parhezimiz 3-chi hamda 4-chi parhez usullar qo'llaniladi. Ya'ni 3-chi parhez usulimiz qabziyat bilan, 4-chi parhez usulimiz diareya bilan. Ya'ni qabziyat bilan keladigan bo'lsa biz ovqat ratsionini to'g'rilashimiz kerak. Ya'ni kletchatkaga, o'simliklarga boy mahsulotlar, shirinliklar cheklaymiz. Agar diareya bilan keladigan bo'lsa biz guruch mahsulotlari, qattiq non mahsulotlarini hamda anor mahsulotlari, shunga o'xshagan o'zini maxsus qanaqasi bor, retsepti bor, shu retsept bo'yicha beriladi. Keyin esa dori vositalar bilan turiga qarab turib davolaymiz. Ya'ni birinchisi bunda nerv psixik boshqaruv buzilish, ya'ni funksional buzilish bo'lganligi uchun antidepressantlar. Antidepressantlardan biz holatga qarab turib amitriptilin hamda fluoxetin, fevarin, shunga o'xshagan dori vositalar. Qabziyat bilan kechadigan bo'lsa laktoza, dufalak, makragol beramiz. Ichak disbakteriozi bo'ladigan bo'lsa Linex, bifikol, bifidobakterium shunaqa dori vositalar. Og'riq sindromida duspatalin, trataverin, ya'ni noshpa beriladi. Qorinda gazlar yig'ilganda biz espumidan, bobotik, ya'ni qorinda gazlar o'ziga absorpsiya qiladigan dori vositalar. Keyingi diareya bilan bo'ladigan bo'lsa loperamid, elsifuril tabletkalar hamda kislotalik oshishi bo'ladigan bo'lsa IPP preparatlar, pantoprazol, omeprazol, lansoprazol hamda prokinetiklar beriladi. Metoklopramid, domperidon, ya'ni bu ichak harakatidagi axlatlarni harakatlanishini ta'minlab beradi. Undan tashqari boshqa dori vositalar ham qo'shishimiz mumkin, bemorni holatidan kelib chiqib turib. Differensial diagnostika qilishimiz kerak. Xuddi shunday belgilar bor-u, lekin xavfli belgilar ham bo'ladi. Ya'ni bu ta'sirlangan ichak sindromiga xos bo'lmagan belgilar, xavf. Endi ta'sirlangan ichak sindromi bilan bog'liq holatda xavf belgilari ham bo'lishi mumkin. Shu xavf belgilarini ko'rishimiz kerak. Ya'ni ta'sirlangan ichak sindromi bu funksional buzilish, ya'ni xavf belgilari, xatar belgilari qanaqa bo'lishi mumkin? Farqlab olishimiz kerak. Ya'ni anemiya bo'lishi. Ya'ni bemorlarda shunaqa klinik belgilar bo'lyapti, qoni kamayib ketyapti. Ta'sirlangan ichak sindromida qon kamaymaydi. Bu qon kamayishining sababi qaysidir tizimda qon ketish holatlari, ya'ni axlatda qon bo'lishi, axlat qop-qora kelishi, bu anemiyaga bog'liq bo'lishi mumkin. Ya'ni funksional buzilishda qon ketmaydi, axlatda qon bo'lmaydi. Axlatda qon bo'lish. Ta'sirlangan ichak sindromida shilliq bo'ladi, xolos, qon bo'lmaydi. Qorindagi og'riqlar ichki kelishiga bog'liq bo'lmagan yoki ichki kelgandan keyin ham kuchayadigan og'riqlar bo'ladigan bo'lsa, bu boshqa kasallikning belgisi bo'ladi. Hamda ichki ketish ko'proq tunda kuzatiladigan bo'lsa, hamda tunda og'riq bo'ladigan bo'lsa, isitma bo'ladigan bo'lsa, bu ta'sirlangan ichak sindromiga xos emas bo'lgan belgi. Hamda axlatda qon bo'lishi, isitma bo'lishi, isitma 37,5dan yuqori bo'lishi, jigar qaloq kattalashgan belgisi, bu ham boshqa kasallik hisobiga, ya'ni o'ng tomonda, chap tomonda og'riq bo'ladigan bo'lsa, bu
ta'sirlangan ichak sindromi bilan bog'liq bo'lmasligi mumkin. Undan tashqari tana massasini kamayib ketishi, ya'ni ta'sirlangan ichak sindromida 4 marta, 5 marta ichib ketishi kunni birinchi yarmida bo'lishi mumkin, lekin tana massasi o'zgarmaydi. Boshqa kasallik, masalan, nospesifik yaralik bo'layotgan bo'lsa, Kron kasalligi bo'ladigan bo'lsa yo o'pqol bilan bog'liq holat bo'ladigan bo'lsa, tana massasi kamayib ketadi. Bu ham xavf belgi. 50 yoshdan oshgan bo'lishi. Ko'pincha buni ta'sirlangan ichak sindromi 20-40 yoshdagi aholida uchraydi. Undan tashqari onkologik o'sha odamda onkologik ota-onasida onkologikka moyillik kasallik bo'ladigan bo'lsa ham bunda ham tekshirtirib qo'yish kerak bo'ladi. Endi shu xavf belgilari bo'lgandan keyin biz bir qancha tekshiruvlarni amalga oshirishimiz kerak. Ya'ni ta'sirlangan ichak sindromida axlatda qon bo'lmaydi, qozib ketmaydi, hamda tana massasi kamaymaydi, kamqonli belgilari bo'lmaydi, axlatda qon bo'lmaydi, hamda qorinda sababsiz og'riq bo'lmaydi, hamda ich kelishi kechasiga to'g'ri kelmaydi. Ko'pincha kunni birinchi yarmida bo'ladi. Shu xavf belgilari bo'ladigan bo'lsa, tibbiy ko'rikdan o'tish tavsiya etiladi. Endi bu ta'sirlangan ichak sindromini oldini olish uchun biz bir qancha profilaktika ishlari amalga oshirishimiz kerak. Ya'ni stress bilan bog'liq bo'ladigan bo'lsa, stressni kamaytirishimiz, psixologik tadbirlar olib borishimiz hamda bemorni hayot faoliyati, uyqu faoliyatlarini yaxshilashimiz kerak bo'ladi. Undan tashqari ichaklar mikroflorasi bilan bog'liq bo'ladigan bo'lsa, ichak mikroflorasini tiklanishimiz, yallig'lanish belgilari bo'ladigan bo'lsa, yallig'lanishni kamaytirishga qaratilgan chora-tadbirlar amalga oshirishimiz kerak bo'ladi.